Yana ko'ring, menga qaraysiz. Bu odatda nervdan bo'ladi-da, Uchqun aka. Operatsiyami yo boshqa? Yo'q, xirurgik operatsiya. Mishsangiz qiyshiqda tashqari tortib qo'ygan mushagingiz. Qog'oz ham tushayotganini sezyapsizmi? Hozir tushyapti. Shunday. Qog'oz tushishi ko'zni ko'taradigan mushak bor. Nervus oculomotor deyiladi. O'sha nervda yaxshi ishlamagandan beradi. Ko'zingizni keyin o'sha tashqariga tortishi ham bu ham nervdan beradi. Qog'ozni ko'tarib beradi. Agar ko'zingizni g'ilayligini to'g'irlash bo'lmasa, to'g'ri bo'lmasa, to'g'rilab beramiz. Kelishdimi? Hozir ozgina sabr, chunki bu nervnikida bu muammo. Nervda. Hozir sizni to'g'rilab qo'yganimiz bilan yana qog'oz tushda yana davom etadi. G'ilaylashda yana davom etadi. Chalash bo'lib qoladi. Undan ko'ra spokойно lechingizni oling, bir 6 oycha yana vaqt o'tsin. Boshlanishidan yoki hozirdanmi? Hozirdan. Lechiningizda yana 0 dan boshlanadi-da. Hozir effekt bermadi deyapsiz-ku. Kuchliroq anaqa. Men sizga beraman so'zni. Ko'z bo'yicha lechinami? Ko'z bo'yicha ishingiz kerak. Igna, pigna. Yo'q, igol terapiya olsangiz bo'ladi, u ham nerv bo'yicha-da. Ko'z bo'yicha emas bu.